Assalomu alaykum to'g'riqo'rg'onliklar. Mana navbatdagi obyektimizni ham boshlab oldi. Padushkasini qo'yib, tepasiga 60 sm ablakni o'rnatib qo'yibdi. Xudo xohlasa o'ta chiroyli holatga ketibdi. Bu obyektimiz 18 ga 15 bo'lib, chekkalar polni spalniy, detskiy xona, kuxnya bo'ladi. Oldi kiraverish, 3 ta sanuzeli bor. O'rtaga katta hol qilganmiz, 9 ga 10 qilib. O'ta chiroyli obyekt qilganmiz. O'rtada oilaviy polni o'tirib, bizga ko'ra o'tirish yeri, zalni o'rtaga olganmiz. Bu obyektimizni to'rtgacha gaplashib olganmiz. Tepasida duputon bo'ladi. Darvozaxona bilan polni yopilib ketadi. Bu obyektimizni $115 dan gaplashib olganmiz. Hamma ashyosi ichida. U egasiga bitta taqra bermadi. Hamma narsani o'zimiz bilan kelamiz. Xohlasa gaza bo'ladi, hozir pishgan g'ishtdan qilib beramiz. Bu obyektimiz Namangan To'raqo'rg'on bo'ylab qilib beramiz faqat. To'raqo'rg'onliklar uchun o'zimiz To'raqo'rg'ondanmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aytaylik, ustalarimiz o'ta sifatli, chiroyli ish qilishadi.